Men o'zim alohida bitta kabinetcha olaman deganman. Yonimda do'stim bor edi. U do'stim bitta emas, ikkita kabinet oling. Feruza Nazarlayevni aytsalar, ikkinchi kabinetni nima qilaman? Bitta kabinet menga yetadi deb, hattoki meni aqlimga o'sha paytda kabinetimdan tashqarida yana bitta kabinetim bo'lishini sig'dira olmagan holatda bo'lganman. Fikr kelgandan keyin, u ideyadan maza qilganingizdan keyin kerakli odamlar yoningizda paydo bo'lishi boshlar ekan. Haqiqatda mana shu paytgacha shu g'oya tug'ilgandan keyin shunaqa yo'limda Allohim yaxshi odamlarni juda ham ko'p uchratdi. Juda ham qo'li ochuv, qalbi ochuv, haqiqatda ruhan boy bo'lgan odamlar bilan to'qnashtirib qo'ydiki, Alloh meni beminnat men bilan bo'lishdi. Qo'lidan kelganicha kimdir maslahat bilan, kimdir yordam bilan, kimdir даже finans tomondan ham deb ayta olaman. Juda ham bo'lishib ketishdiki, qolgani qanaqa bo'lgani mana hozir eslang deyapsiz. Xuddi o'z-o'zidan bo'lib ketib qolgandek ощущение-da hozir o'ylab o'tiraman. Lekin mana 2 yil oldin ham, agar 2 yildan keyin mana shunaqa narsa bo'ladi, ikkita etaj bo'ladi, уже полноценный embrion laboratoriya bo'ladi, полноценный komanda bo'ladi, ekspat embriologing bo'ladi desa, to'g'risi gap ishonmas edim. Yo'q, bo'lish mumkin emas. Hattoki 2 yil oldin ham hozirgi bo'layotgan narsalar bir kamida 5-6 yil vaqt o'tishi kerak kamida shu joyga kelish uchun degan o'y xayol bo'lgan edi. Mana shu zdaniyani olganimizda уже bo'ldi, oldik, shuni remont qilamiz, podklinika qilib remont qilamiz deb aytganimizda umuman komandani harfi yo'q edi. Na bir yonimda qo'shimcha medsestra, na bir shogird, na bir boshqa vrachlar yo'q edi. Опять-таки o'sha situatsiyaga to'g'ri kelganimdan keyin Allohim o'zi shunaqa hozir ko'rib turganingizdek chiroyli komandam bor. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Da paytgacha urishaman, tergayman. Lekin hammaligini juda ham yaxshi ko'raman. Men o'ylayman, har bitta joyda o'tirgan xodimim bekorga shu yerda o'tirmayapti. Hammasini avvalo rizq nasibasi shu yerda yo'q deb shukur. Ikkinchidan haqiqatda rosa sidqi dildan ishlaydigan, patsientlarni yaxshi ko'radigan, ertalab uydan chiqayotganda odamlarga, mu'minlarga foydam tegsin deb chiqadigan sotrudniklarni Alloh yig'ib qo'ygan atrofimizga o'zi. Bir yilda уже yaxshi qilib ambulatorniy zvenoyimizni, konsultativno-diagnostik etajimizni yaxshi qilib qo'yib olganimizdan keyin yangi отделение как раз yozda tug'ilgan kunimizda IV отделениemizni ochganmiz. Chunki IVdan o'zim rosa foyda ko'rganman. Xudoga shukr, mana IVimizga 1 yil bo'lyapti. Rezultatlarimiz rosa ham yaxshi, juda ham davolmayman. Oldinroqdan shu narsani qilish kerak edi deb hatto o'ylayman. Joy tanqis, boshida qanaqa bo'tni to'ldiraman degan o'y xayolda o'tirgan bo'lsam, keyin sig'may qoldik. 4-etajda 80%ni operatsionni blokka ajratdik. Unda ham xudoga shukr juda ham ko'p odamlar yordam berishdi. Hammaliga kattakon rahmat deyman, embriologlar, hattoki Toshkentda joylashgan ekoklinikalarni, set ekoklinikalarni rahbari borlar. Juda ham yaxshi inson. Nima savol bilan telefon qilishimdan qat'iy nazar, men bir so'rasam uchib beradigan inson. Allohga shukr, shunaqa insonlar bilan Alloh to'qnashtirib qo'yganiga juda ham menga katta yordamlari teggan, tegayapti ham hozirgacha. Shunaqa odamlar bilan to'qnashib yo'llar ochilib mana ekolaboratoriyamiz ham ishga tushdi. Birinchi punktimizni dekabr boshida qildik. Yo'q, bilmadim. Bugungi kunni, bugun nechinchi число? 11 dekabr. Ochilganmiz iyunda, 1,5 yildan beri kutdik bu kunni. Ощущениялаrimni gapirsam, birinchi marta o'pu ignasini ushlab punkt qilganimda ham bugungidek hayajonlanmaganman. Bugun nima bo'ldi o'zlab? Bugun To'layn klinikasida birinchi marotaba punkt amaliyoti o'tkazildi. Patsientkamizdan 15 ta hujayra oldik. 10 yillik bepushtlik bilan murojaat qilganlar bizga.
o'ylaymizki, xudo xolasa chiroyli embrionlar hosil bo'ladi, tug'iladigan embrionlar hosil bo'ladi va xushxabar bilan obязательно sizlar bilan bo'lishamiz. Har bir miyamni bir uchi bilan o'ylab turibman, qalbim duoda chiroyli rezultat bo'lsin deb. Hammani kimni ko'rsam, uyimdagilarga ham namozlaringlarda, duolaringlarda qo'shib qo'yinglar, meni ham ishimmi deb sotrudniklarga ham, boshqaga ham, patsientlarga ham ilohim yuzimiz yorug' bo'lsin. Lekin stress o'tkazdim, katta stress o'tkazdim. Hayajonlandik. Lekin yaxshi o'tdi, hammasi xudoga shukr, yengil, oson, chiroyli o'tdi. Birinchi punktimiz o'zida ham muvaffaqiyatli punkt bo'ldi. Patsientkamiz homilador bo'ldilar. Ketidan yana ko'p punktlar, ko'p homiladorliklar, chiroyli embrionchalar bizani kutayotgan. Kelajakda, конечно, yana ham rejalarimiz bor. Yana bitta yengiliga qadam qo'yibamiz. Xudo xolasa, uni rezultatlari bilan keyingi yil 3 yoshimizda mazza qilib bo'lishamiz.